albatta bu mashaqqatli, murakkab, shu bilan birgalikda sharafli ishni amalga oshirdik birgalikda deb o'ylayman. Buning uchun alohida sizlarga yana bir bor minnatdorchilik bildiraman. Hammalarimizga haj muborak bo'lsin. Qilgan hajlarimiz hajji mabrur bo'lsin. Sa'ylarimiz mashkur bo'lsin. Gunohlarimiz mag'fur bo'lsin azizlar. Alloh taolo oxirgi o'sha hajni tugalganda farishtalarga faxr qilib, sizlarni guvoh qilaman. Bularda hammasini gunohini kechirdim deganda farishtalar, ularda işte falonchi ham bor edi. Boshqa maqsadda kelgan bo'lishi mumkin. Xizmat maqsadida yoki boshqa maqsadda Alloh taolo ularni ham gunohini kechirganligini aytadi. Ya'ni biz xizmatda turganlar hech ham qalbingizda bir o'kinch paydo bo'lmaslik kerak, chunki xizmatning o'zi katta ibodat bo'ldi. Juda katta ibodat bo'ldi. Shuning uchun mana shunday qilgan xizmatingizlarga Alloh ajr bersin. Arofatda 15 ming hoji bitta jamoat bo'lishga erishildi. Allohga shukr, 15 ming odam hammamiz bir paytda bitta imomga iqtido qilib namoz o'qishlikka erishdik. Undan tashqari bu yil mana Arofatda har yilgidan ko'ra ko'proq 50 mingta xatmi Qur'on bag'ishlandi. Ziyoratchilar soni ham bu yil eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Jami 15251 nafar hamyurtimiz keldi. Shundan 100 nafari prezident hojilari bo'ldi. Bu yangilik bo'ldi. Alloh taolo prezidentimizning umrlarini uzoq qilsin. Alloh osmonimizni musaffo qilsin. Balolardan, ofatlardan, urushlardan saqlasin. Hamma hojilarimizni buni buyoqqa eson omon tinch vatanga olib borishni nasib qilsin. Allohumma solli ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar.